Assalomu alaykum. Termiz uy savdosi a'zonashlari, sizlarga ikkita hovlini bitta joyda sotuvga chiqaramiz. Ikkalasi ham shinam, juda yaxshi holatda qurilgan. Ko'rib turganingiz tashqi fasadlari. Uy egalari raqamlari bilan chiqarishamiz pastda. O'zingiz telefon qilib bog'lanib, narxlari, umuman o'zingiz taklifingiz berasiz a'zonashlar. Lekin hovliga gap bo'lishi mumkin emas. Ko'rib turganingiz juda yaxshi holatda proyektda tushirilgan zeleniy zonalari. Azobunachilar, bunaqa variantlarimiz bilasiz, juda kamdan kam chiqishadi. Narxi ham juda cho'ntak bo'lib bo'lyapti. Hovlidan kirib kelishimiz bilan tashqi eshik, chap qo'limizda oshxona, undan keyin esa xonalari, ko'rib turganingiz oshxonasi. Deyarli 80-90% uyimiz remontdan chiqarilgan azobunachilar. Shunday kirib yashayman degan obunachilarimiz bor edi. Aynan ushbu videomiz siz uchun bo'lyapti. Juda narxi qimmat emas, juda arzon emas, o'rtacha narxda bo'lyapti. Telefon qilib bog'lanib o'zingiz kelishasiz azobunachilar. Demak, ko'rib turganingizda bu ikkinchi xonasi, o'ng qo'limizda, chap qo'limizda oshxonasi edi. Bir qavatdan qurilgan, umumiy maydoni 2 sotikka qurilgan azobunachilar. Bu uchinchi xonasi, ya'ni detskiy xona. Ko'p gapirib o'tirmayman, pastda egalar raqamlari bilan chiqarishaman. O'zingiz telefon qilib bog'lanib, boya aytayotgandek o'zingiz variantingizni berasiz. Nasib xudo xolasa juda zo'r hovlilardan bo'lyapti. Ikkalasi bitta joyda 2 sotikdan 4 sotik alohida